When it's time to scale your business, it's time Qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Bu videoda biz dahshatli darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klonlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha chikkon o'yinchoqni ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchoqqa ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Hamma senmi buni bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketding? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga da'vo qidiramiz. Okay, maqsadinglarga yetinglar jigarlar. Men normal insonman. Bolalar esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblinning oldiga bordik. To'g'ri Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shuning uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shuning uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismini to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki mana har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqalardan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rayotib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105 ming like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mendan har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va aynan sizlar qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Davlat mana shu payt obuna bo'linglar va bam biling, obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'ylashimcha sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emas? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar chikkoni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigandik-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hamma narsani olish kerak, tupu olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldik deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha ketdi? Shoshma. Aniq boshlamdingmi? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okay, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblin oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Mana meni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizlarni qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Saytga kirib chaqiringlar qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Ya'ni o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdagidan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldin safar chiqqan qog'oz va mana bitta ko'plab klonlar. Bular ichida qanaqa Kelmagani bormi? Yo'q, men kelmadi. Bular hech qaysi kelgani yo'qoncha. Faqat men uchrasi keldi. Hop, shoshmang. Hop, mayli, hop. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz o'zi qanaqa klonlar qoldi o'zi bu yerda? Hozir. Deylik, balki menyuyimiz o'zgargandir. Ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Qo'shimcha dabavkalar bordir. Gambitga bunaqa temada hazil qilmang. Boya qarindoshlarim do'siz, brat. To'g'risi. Ya, endi qarasizlar, qo'rqyapsizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasrlarni ko'tarish uchun shunday gapiryapman jigar. Rahmat, xafa bo'lmang. No, hammanglar do'stlar. Men bilaman bu bunaqa nima qilish kerak, lekin biz yig'ildikmi? No, mana shu saytga kirib klon chaqirishga majburmiz, chunki hozir prosta xayollasha olmaymiz, tushunasizmi? Men video yo'qilgan, hozir men prosta videoni chiqara olmayman, shuncha rasxod qilib. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'ldan kelsa bizdan qo'rqitib qolsin.
Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardorni topishimiz kerak biza. Eng asosiy maqsadimiz. Stop, shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan chiqib ketibdi. Nechtalab klon chaqirib tashladi ya. Birinchidan klonni o'sha o'yinchoqqa tashlayapmiz. Ikkinchidan Gambit bo'tdi bizani qiynayapti. Va do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta fan reja qildim va 3 million obunachini biz mana 3400 obunachalarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun ham hoziroq obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima? Brilliant knopka kelmasin-da, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi YouTube studiyasiga. Chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olganman, demak, O'zbekistondan bir jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va aytgancha, Amerikaga borib ko'chada qolib ketmasligim uchun bemalol aviasales.uz dan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men hech qis klon chaqirganman, bunaqa yomg'ir yog'magan. Voy, jala quyapti-yu. Qani shoshma. Endi klon keladimi? Ana endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va biz уже kirib bo'ldik. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sal pastroq tushamiz. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sal pastroq tushamiz, balkim yana yangi klon. Nima bu? Shoshmang. Yo'q, qarang, hozir men buni ustiga bosganim yo'q-ku. Kattaligini qaragin buni. Hop, shoshmanglar. Hop. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism berishadi. Hop. Yoshi ma'lumot yo'q. Bo'yi 1.88 cm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunda? Odam o'ldirgandir balkim. Stop, hop. 38 ta. Bu semizligini qarang buni. Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Bunaqa narsa. Shuning uchun pas ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet Ko'p odam yeganidan semirib ketgan. bunaqa narsa. Sen ustiga bosmading, Darknet har doimgi o'yinlari bular. Bizga go'ja yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas-da. Shuning uchun pas ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa deyapman-ku, lekin hozir Gambitga yana klon qolib bizani qiynasachi? Men qiynadimmi seni? Uka aytma, ko'nglingga ozor berdimmi seni? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdi bu? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim. Qiynaldinglarmi? Qiynalmadik va Davayt ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. просто chaqiraylik bo'ldi. Yana men hozir nomerimni teraman. Har doim deyman men. Ya'ni bu yerda sizlar o'ylab ko'rasizlar, men teraman. Hamma do'stlar, ana endi tezroq telefon nomerini terib, shu klonni chaqiramiz. Let's go. Xullas do'stlar, ana endi hamma nomer terildi va просто chaqirish degan knopkani bossam kelish kerak. To'g'rimi? Da. Na startda turibdi. Mana chaqiradi hozir. Bo'lmasam do'stlar, Darknet 5 qilsam va yangi klon. Ket. Wow. Ket. Wow. Yana har doimgidek umuman chaqirib bo'lmayapti. Hozir ishlamayapti-yu, nima qilamiz, brat yana? Yo'q, men hazillashmayman, rost ishlayapti. Mana qara, mana. O'shamachi o'zim. Uy bilan. Brat. Shoshma. Hamma yo'q do'stimmi? Da, hamma joyda o'shdi. Shoshma, qara. Qizuv temalar boshlanyapti. Kompyuter mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kelyapti, siz zo'r tema bo'tyapsiz. Qoching, mana. Anti qo'y, mana. Chimadan. Bering menga. Kamerani, o'sha kamerani sho'ring Gambitaga. Bizning tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Hop, tashqarida qanaqa klon keldimi? Ay, bilet qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Hop. Ya stop, menimcha.
Ol buni o'zing sumka qilib bermang chemodanni. Qayerga bekityapmiz chamadonni? Men bilaman, chemodan qayerga berkishi. O'zi shoshib kimdir keldimi? O'zi yoki biz просто qo'rqamizmi? Просто svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi? Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi mana buni gumdon qilish kerak. Qayerdir bekitaylik. Chemodannimi? Ha, Hop, chemodanni-ku bekitamiz, lekin hozir nimaga svet o'chganini bilishimiz kerakmi? albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildik o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku. Biroz har safar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'zi yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Klonka osasa ishlamadi, xuddi rasmga o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmay chiqaylik, qop tashqariga chiqaylik просто. Mana qaranglar. Stop, jim tur. Qanaqa qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizda o'chganmi shunda? Da. Atrofda o'chmagan. Kirishib bu yoqqa. Ya o'rtoqlar. Har doimgidek svet o'chib, klonlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, просто hech kim yo'q. Va nimaga faqatgina bizda svet o'chdi? Brat, Bu qanaqa bu qiz bo'ldi-ku? Bu qanaqa bu? jim bo'lib qoldi. Nimaga qarabdi? Shoshma, nimada ko'rib qoldi? Senim tinchlik? Qanaqa bu qiz bo'ldi-ku? Bu qanaqa bu? Jim bo'lib qoldi. Nimaga qarabdi? Shoshma, nimada ko'rib qoldi? Senim tinchlik? Brat. Ket. Kim bu? Men prichom emasman bu yerda, iltimos. Bu qanaqa klon? Qiz bola bu. Hop, saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Gamitdagi saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Qiz bolaligi meni xursand qildi. Ha, sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Voy, nima qilyapsan bizda? Bor ket. Yuzini yaqindan qarasın. Qo'lidagini qarang. Voy, qo'lida o'yinchoq. Bizning o'yinchoq ana. Buni qaramaylik, bizdan ko'rib qoldi, nechtadan ko'rib qoladi. Chiqarish tez. Ol. Eshik buzildi, ha? Eshit. Yo, panjarasi bor mana, temir. Giperaktivna ya. Yo, shoshma. Nima dotdi bu? Nima kerak senga? Xafa qilma, mani dotdi. Nima xafa qilamiz biz buni? Jinnimisan sen? Qo'lingni stop, tepaga chiqaylik, biz tepaga chiqaylik. Ketdik. Bu eshik yopiq, kirolmaydingiz siz. Da. Derazalar yopganmisizlar? Deraza yopiq. Yo'q, bolalar. Bu hazil emas bu umuman. Ikkinchidan, biz o'z chemodanni bizdaligi endi 100%. Ya'ni bizda chemodan bizdaligini ko'rsatib qo'ydik уже. Mohira aytdim deb o'y bekitaylik deb tushundim. Aka, vaqt o'ydi. Chet уже o'chgandi. Qarang, men qanaqa o'ylagandim? Klon chaqiraman, o'sha pumbamida nima edi, anu semizmidi? O'sha klon chaqiraman, klon kelgungacha aka har doim bizda vaqt bo'lgan. Bizning har doim vaqtimiz bo'lgan. Har doim oldindan yashirib qo'yganmiz. Hozir qarang, Itim bo'lib biza Pumba degan klonni chaqirdik. Bu qanaqadir qiz bola. Da, rostdan ham. Qo'lida ayiqchamiz bizani qidirib yurgan. Bu meni chaqirgan bo'lsa, nega qiz bola keldi? hop tikko nayog'i bundan nima qotdi? Yo, xolos savollar вообще ko'p. Birinchi chemodan yashirish kerak. Hop, bu yoqqa kelinglar bo'lmasa. Yo'q, mana bu shkafga yashiramizmi? Ya bu shkafga bilinib qoladi-da, lekin Tepasigacha. Bo'yi pastroq edi. Ha, da. qaramay deysizmi? Ko'rinmaydi-da. Da, kallasi ham kelmaydi. Vot, umuman ko'rinmayapti. Aniq ko'rib, lekin uzoqdan qarasa ko'ryapti-da. Amal bu tarafga bilmaydi demoqchisiz. Hop, qarang. Kitobni yashirdik. Endichi Bilsang, oldingilari bilan ozgina gaplashsang nimadirlarni tushunardik. Bir gaplashib ko'rmaylikmi? aka, bu gaplashadigan so'z yo'q, o'tda menimcha. Yo, gapiryapti, xafa qilma meni deyapti, chamadan deyapti. Maxsus sezasanmi? Boydemir akam qichib qotdilar. Qiz bola bo'lsa, zo'r bola, qiz bola kelgani. Sizga prikol bo'lsa bo'ldi. Qara, qiz bolani ko'nglini olish osonroqdi-chi, o'g'il bolaga qaraganda. Sherigimmi deng, eng yaxshisi. Qara, kulvordi bilan. Tushunarmanda. Ey, kulvordi. Qamayli, hop, qarang. Hop, ana endi hazilsiz jiddiy aytganda, esingizda turibdi? Yo'q. Esingizda dedikmi bo'lsa? Yo'q. Esingizda turibdi-ku, kim? Qo'l izi. Da, qo'l izi. Qanaqa odam turib ko'ryapti-ku, ey. Qo'l izi bu. Kulib turibdi ekan, brat. Yo'q. Bor yaqindan ol. Sezmadim ham. Mana bu yerda turibdi ekan. Uzoqdan bu qo'l izi bo'lib ko'rindi. Opona? Do'stlar. To'g'risini aytsam, Maqali shoshma. Birinchi o'rinda like bosinglar. Chunki bu videoga 105 ming like va albatta obuna bo'linglar. Chunki bu videodan menga 33 ming yangi obunachi kelish kerak. Shuning uchun iltimos hozir bo'shatib bajaring. Chunki bu serial davomi bo'lishi kerak. Chunki qaranglar qanaqa yangicha klonlik o'tdi. Ishi yopiqmi? Da, yo'q. Tegin brat. Omoniki gambit eshikni ochmoqchi. Yo'q, albatta. Gamitiga bog'lab qo'yamiz lekin. Seryoz bog'lab qo'yamiz, lekin eshik ochmang iltimos. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu
klonni qo'lida Chikoni ayiqchasi bor. Bizga mana shu ayiqcha kerak. Shuning uchun ham biz bu klonni haydab yubormaymiz. Ya'ni bu klonni yashnab o'tirmaymiz, chiqib gaplashib ayiqchasini olishimiz kerak. Ayiqchasi qarang, qani. Ayiqchasini ko'rdingizmi? Men ko'rmabman buni. Derazaga yaqinlashsam, beliga bog'lab olganmi? Qo'lida ayiqcha turibdi. Biz plan qildik, ayiqchani olsak baxtli bo'lamiz. Men ham xuddi shuni aytaman. Lekin qanaqa